25 gün inta fakat akil vay yıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaikum Erik TV'nin aziz görürmenleri. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinglar. Bugünkü sanımızda Kazakistan'ın Almuto şehrinde yaşap turuyatkan Uygur ressamlarımızdan Haşimcan Qurban efendimning hayatını sizlarga tanıştırıp ötimiz. Diqqatinglar ekranımızda bolsun. Mening ismim Haşimcan Qurbanov, Asım oğlu. Ben bo'lsam 5 aprelda 1957 yıl tug'ilgan Toshkent shahrida. Nemishki Toshkent shahrida tug'ildim desangiz, mening dadam o'zi Yerkatlik. O'sha Almaty oblastida Yerkat degan bir shahar bor. Shu shaharda tug'ilgan. Shu dadam shu 50-nechchi yillarda Toshkentga borib o'qishga tushdim. O'qishga tushib, o'ldim, men tug'ilib, keyin 61-yillarda dadam Toshkentdan biz menga Yerkatga ko'chib boramiz. Men 4 yosh vaqt. Dadam Sagu universitetini bitirib, keyin Uyg'ur Sharq haqiqati jurnalida redaktor bo'lib ishladi. Keyin 61-yilni tatib Yerkatda o'shalarda raispolkom deb akimatda ishlab ko'p yillar ko'p ishlagan. Ben məktəblərini 8 sinifini oruç məktəbini bitirgandim. Şunun üçün mən kiçik vaxtda qiziqatdım. Şu suratga qiziqatdim, naqsh etishga qiziqatdim, usul o'ynashga qiziqatdim. Şu kino aktyor bo'laymikin deb o'zimcha Shuning uchun maktabdagi bizda ünlülər bo'lardi, rassom o'maklar, shunlarga men berib qatnashib hem usul öməklərə, usul naqsh etish, məsələlərə mən köp qatnışatdım. Apam doğruluq etməsəm, apam özü vətəndən çıxan, apam özü G'ulji şəhərində tug'ilgan. Apamның dadısı ataqlıq şair, ataqlıq dramaturg, keyin Qashqar şəhərində vəli bo'lgan, o'z vaqtida köp Uyg'ur bizningki Bildo Qasımcan Qambari. Özü 60'da tug'ilgan. Şu yaş ketib qoldi, şu 46 yoshlarda ketib qoldi. Men buvamlarimni ko'rmagan. Hem dadamning buvasini, hem apamning buvalarini ko'rmagan. Dadamning dadisi ular dadamning degicha Xotandan chiqqan ekan. Buvamning bu dadisi xotanlik ekan. Shuning uchun bizniki qinimiz, ota-bobolarimiz Xotanlik deb hisoblaydi. Shuning uchun shu Yerkatda 8 sinfni o'qishni bitirib, dadam meni Almatyga keldi. Rassam kolleji bor. Rassam eng atoqli rassam kollejiga men o'qishga tushdim. Bu yerda 4 yil o'qib, bu yerni bitirib, keyin men Toshkentga o'qishga 5 yil Toshkentda monumental dekorativniy rospistaydi. Tamlarga surat chizish, shunaqa o'qishga men tushgan. Shundan uni o'qishni bitirib, men Almatyga qaytib kelib, o'zim o'qigan kollejda bir 3-4 yil muallim bo'lib ishladim. Bu yerda ishlagandan keyin bizda mayda yangi institut ochildi, rassom teatrlar instituti ochildi. Shu yerda men 3-4 yil ishlab, keyin men şu turduğan uydurum yoktu. Bu yer turub, şunun için Yerkatga ko'chib ketdim 87-yilda. 82-yilda men o'ylandim. Almatyning qizi, 2 balam bor. Yerkatga ko'chib, Yerkatda bir 9 yilcha turib, yashab, keyin yana 94-yilda yana qaytib Mishaga Almatyga ko'chib, shu balalarim uchun deb
балаларым yaşadı Ali mekteplerini okusun bitirip mening kızım meningki kasbini davamlavatıdı. Özü kim ressam. Oğlum bolsa ekonomist okuş institutu bitirgen. İşke söylengen, işke nevrem var. İşte Almatı'da yaşavatımız, icadi kıvatımız. Biz nimişki Taşkent'ten yerket köçüp kettik dep sorsam, bizde dadam şu Şark Hakikati jurnal çıkartkan vaxtıda şu Şark Hakikati jurnal yepilip ketdi. 60-61 yıllarda yepilip ketdi. Şu dadam işsiz kaldı Taşkent'te, işsiz kalmadı yani. Dadam ne şu jutqa qaytib kelishga şu fırsat buldu da şu özünün tolgan jutuğa qaytib biz iki balı bilen mening singlim var Taşkentda tug'ilgan. Şu tötümüz Yerketga 61-yilda ko'chib keldik. Şu yerda turib nayt yaxshi uylarda turdik, yashadik. Dadam cho'ng ishlarni ishildi. Rayon, Yerket rayon bo'yicha cho'ng xizmatlarda ishlagandi. Menimki kichik vaqtda hayotim nayt bayashat bo'lgan deb hisoblayman. Nim kerak bo'lsa, bana dadam ham narsalarni ipretdi. Turli ömeklerge berip suretlerini sızıp ben şu zamanlarda. Şu mening dadam şu ressam bo'lsa deb meni terbiye qilgan. Shuncha mana kichik vaqtni tortib 4-sinfni tortib men rassomchilikqa shu ömeklerge berip suret sızıp şu mana hozir şu dadamninki ishi bilan ham ben ressam buldum. Resim ijadiyatlarınız tunji qitin qayerda qanday resimlardan başladınız? Qog'ozga sizib, ningizda hozir qayerlarga nimalarni sizdingiz, qanday shu biraz uzatib so'zlab turing. Toshkentdan bitirib kelgandan keyin 81-yillar men shu kollej o'zimning o'qigan kollejga muallim bo'lib ishlagandan keyin biz yoshdik shu vaqtlarda 24-25 yosh vaqtlarda. Shuning uchun mashada bir yosh rassomlarninki ittifaqımı bir nimsi bo'lgan. Bir rassamlarninki azasi bu yoshlarninki. Shu yoshlarninki ko'rgazmalarga biz birinchi qator men 82-yili qatnashdim bir surat bilan. Shu suratning nomi Qashqar Naturmort. Naturmort degan biz shu qach qo'mishlarni tömü, nimlar, cho'mishlar, chaynaklar, cho'gillar shularni men sizib, shuningga 82-yilda qatnashgan. Shundan keyin şu ko'p Almatıda bo'lgan ko'rgazmalar, keyin chet elda bo'lgan ko'rgazmalarda bir talda, ikki talda mening asarlarim. Asosan men birinchi moy bo'yoqdan boshlagandim. Moy bo'yoqdan boshlab ko'p asarlarni yasadim. Asosan shu naturmortlar, portretlar, shu ko'rinishlar, tabiat. Keyin 87-yillar men Yerketga ko'chib ketgandan keyin Yerketda meniki o'zimniki bir mavzu nimam paydo bo'ldi, tug'ildi desam bo'ldi. Bu yezlik ko'rinishlar, yezniki turayotgan urf odatlar, ko'rinishlar, buvaylar, mo'maylarniki suratlari, yezdiki ko'chalar, yo'rining qo'rallarini, shuning uchun men ko'p suratlarni men shu zamonda chizgandim. Shu zamonda men o'sha Uyg'ur mavzuga, Uyg'urniki nimsiga ko'ngil bo'ldim. Keyin 87-yilları, 88-yilları ben şu 25 yılını işip ketdi, şu qapak çömüşlerge suratlarını çiziyotman. Hem qo'chaqlar, hem turli qo'shin deymizmi, her türlü qaç qo'mishlarni deymiz. Shularni men shunaqa narsalarni 25 yil bo'ldi yasayotman. 25 yilning ichida mingdan oshiq men shu qapaqdan yasagan her türlü kichikni tortib, o'sha eng yo'g'olarim bor menda. Shularni yasab kelyapman hozirgacha. Hem hozir men eng bir asarlarni yasayapman, hem moy bo'yoq, hem shu qapaqning ikkisini aralashtirib bir eng bir chiqardim sizlar ko'zdimi. Shu keyin men shu
2005-жылы Ватанга birinchi qator men baganda delegatsiya bilan o'sha Turpan, Qashqar, Urumchi shaharlarga berib, Qashqarda biz bir sutka bo'ldik. Bir sutkaning ichida men o'sha eski shaharniki ko'chani o'zimga aytib ayollandash ko'nglimga shunchalik yaxshi narsalar ko'nglimga oldim. Shundan shu Qashqardan keyin men 20dan oshiq asar yasadim. Keyin bu yerda Olmaotada ko'rgazma ochdim. Ko'rgazmada nomi qadimiy Qashqar darvozalari edi. Bu qadimki darvozalar ochildi. Biz masalan bizda hayatımızda iki darvoza uchirdik. Biz bu dunyoga kelamiz, keyin boshqa darvoza bilan biz bu dunyoga ketamiz ekan. Burun men qapoq sızmadim. Faqatla moya bo'yaqtida rasm sızgan. Keyin mening ishxonam bo'lganda yer ketdi. Bir og'inam kelib, adaş bana birinden begine soğuğa yasap begine mening atlikka bir 3 kundan keyin bir og'inamning uyiga bir mirasim bo'ldi ekan, shunga bir so'g'i kerak. Men quruq qapoqlarni ishxonamda is qo'ygandim. Keyin o'ylab ko'zim o'sha qapoqlarga tushdi. Bir qapoqni, yo'g'on qapoqni elib, ichib, cho'mish qilib gul chekdim. Gul chekib, ustidan haqiraydigan lak bilan surkab, ki bir shikirni qurgandan keyin og'inam kelib hayron qoldi. "Vo, qanday chiroyli so'g'i bo'ldi meni og'inamga" deb. Keyin u ko'rib, bu ko'rib, menga yasab deb shunday bilan shu taqib mana 25 yil o'tib ketdi. 25 yil ichida mana ham oyoqlarni yasab ko'rdim o'sha qapoqni tishiga. Hozir men asosan mushu o'zininki rangini qoldiradigan bo'ldi. Biroq men mushu 5 yildan oxirgacha mushu rangi turli ranglar bilan bo'ygandim. Hozir bunda qimovatni o'zininki rangi, o'zining qurganida mana seriq rangi bo'ldi. Ham bu rang bu o'tning belgini berdi. Bu o't issiqlikning nimasini berdi. Ya'ni ki tarixniki nimasini berdi deymanda. Şu resimde bir tariflab berasiz. Nelar bor ochilib resimda? Quloq elib. Bu yerda asosan mushu bizniki Türk xalqlariniki o'tishlar tarixlari mushu oltin adamdan tortib ham mushu bizniki burun İpek yo'ldagi bo'lgan voqealar, bizniki Sak davridagi vaqtlar, Mahmud Qashqari, men bundan boshqa bir qapoq sızgan bizniki Uyg'ur xalqniki tarixi edi. Bunun içinde 20dan oshiq adamlarni yazdim. Mahmud Qashqari, Yusuf Qasqajev, Nazgum, Eparxon, Amanisaxon, Oğuzxon, Mo'yinchoq ataqliq bizniki har 2000 ichida Oğuzxonimiz 2000-3000 yilning ichidagi bizniki ataqliq qahramonlarimizni o'sha sızgan bir qapog'im bor. U uyda uni men akabaptim. Bu kitobda menda bor, Facebookda bor. Şöyle ko'nglim uni men 2 yil yasadim. 2 yilning ichida undan so'rab bizning doktorlarimiz bor. Shulardan so'rab, undan so'rab, bizdan bilgancha shuni qilib, bu bir yo'g'on bir qapoqqa bizning tariximiz hech qachon qatmaydi. Unda tariximiz bizning uni nayt yo'g'on tamga yasash kerak bizning tariximizni. Shuning uchun bizning tariximiz nayt cho'nqur ham qadimiy sızganga mümkün meniki asasen meniki sızgan qapoqlarga olsun, may boyaq olsun, mening o'sha bizningki tarixlarim bor. Folklor deydi. Folklorning oddiy xalqninki ko'rinminde ruaylar, mo'maylar tarixi asasen meniki asarlarim Mo'ng'oyga bag'ishlangan. Mo'ng'oydagi ichidagi, Mo'ng'oydagi vaqtidagi şu zamandaki vaqtlarni men ta'sir elib o'zimni yasagan asarlarim nayt ko'p. Keyin hozirgi
meniki asasen mavzu yezi ko'rinishlari. Uyg'ur xalqiniki yezi ko'rinishlari, ko'cha, Uyg'urniki qoralari, urf-odatlar. Bu yandaki küçük resimli bir kapaklı bir tanıştırıp birer misiniz? Ne biler bu? Bunun bir 4-5 ay yaşadım. Bizler bizniki Uyg'ur qahramoni, Uyg'ur qizi İparxon. İparxonni mana shu bir İtalyan ressam sizibdiki shuni suratdan qarab, men o'zim shu qapoq cho'mishga mana shu her tarafdan mana o'zim shu qochoqni İparxon deb nom qo'ydim. Men da o'ylsam bizda shu qochoqlarni yasaydigan burun yasatdik. Biroq boshqacha. Mana her türlü milletlerde özünün qochoq yasadığan mindir adetleri belki Japonda, Netski deb ular yasaydı. Oruslar matryoshka deb her türlü nimeler qochoqlarni yasaydı. Başka Afrikada türlük özünün bir maskalarni yasaydı. Nimişke ben şu Uyg'urlarning bir qochoqlarini bir yasab etmasam, bizniki Uyg'ur qahramon qizlari, qahramon batırlarımız nayt nurgun. Şunun için ben bir Ülkegençe bir 10'dan oşuk müştak Uygur halk kahraman kızlarından başladım. Şu birinci şu İparxon, onu bizdeki Buddu devirdeki qochoq bu Uygur melikisi. Şu vaxtlarda Uygur melikisi deb yığışlangan bizning Uygur qizlarga. Şu vaxtlarda şu 5-6 asrlarda bizning Uygur qizlarimiz bu surat men ta'sir olgan Mong'oydagi ta'sirlar. Shunda qochoqlarni men bir 10'dan oshuk yasadim. Yana o'yimda jiq ishlaymaydigan narsalar nurg'un. Bir kun busma yasayman. Mana bizniki mana Roma, bizning tariximizni bildiren bir qahramon qizi. 3000 yıl burun bu yerde bizim Uyg'urlarma sak devirde Tamiris padşası Tamiris deb müştak bir qochoq yazdı. Tomaris. Biz bir Tamiris deymiz. Keyin mana meydima, ona 4 qochoqni yasadım, kichik qochoqlar. Mana bu 4 tarafga qarag'adi. Shimoliy, sharqiy, vergeli qarab, mana müştak kichik qapoqlar, müştak suv ketmagan. Onu batcha buraya ketmagan, bunu kız meman ketmagan. Müştak qochoqlarni, müştak bu как kuvshin o'xshash bitta. Müştak narsalarni yasab. Va bo'lsa bizniki Mong'oy surat ta'sirlab olgandan keyin müştak kuvshin Mong'oydagi suratlar. Meyda 3 sazanda trio deymiz. 3 kız sazanda oynayapman. Bunlardan tashqari bunda yo'g'on qapoqlar. Mana bizniki yezi ko'rinishlar. Mana bu darvozada ichilyapti. Keyin meyda shu boshqa qapoqlardan chaplab uylarning ko'rinishlari, derizlari, ko'ryapsiz, ikki darvoz. Ikki darvoz. Bayana aytib ketdim, bu dunyoga kelishga, ikkinchi darvozani o dunyoga kelishga. Mana shu asarlarni mushlanqimi bir oy, 2 oy ketadi. Bu mana shu 4 qochoq uylarninki ko'rinishlari, mana qizlar, ham erkaklar, 5 figura sizdim. Mana suv ketmagan, narsalarni mushlangan. Bunun materyalları hemmisi kapaktan yasalandı. Hemmisi kapaktan. Mala yağaçni yasalgan, mala. Mala hemmisi kapak çömüştü yasalgan. Даже bunu meydiki kesekle kapakını yasalgan. Mola bulsa yağaçtı.
Meyde bizninki Uygur ahangları, müzik ahangları. Meyde saz çalıdı Uygurlar. Saz meçhep okşaş. Meyde boylar paransilip kıdırdı. Oturdu. Meyde aş tamaklan deydi. Tamaklanmıştı. Hem meyde görmüş. Hem kaşka mu, ya kotem mu, ya tutma mu. Hadi öyle. Muşunun boylarının içi de şu üzem yasaklı. Neydi? Üzem süresiz olarak. Bir şey görünür. Kaşka darvazlarıydı. Ana, ben Kaşka'ya giderip şu naiti ayarlandı. Şu Kaşka darvazlarını Turpandaki darvazlar, bana şunçuk yaşçıların süratlerine düşürüp sızıp mesela üzerine darvazlarını yasap bana başta bir görünüşlerini. Bu hem koluyla hem vay buya. İki önerini birine eserge koştu. Hem içildi o, hem vay zakatını darvazda içildi o. Uygur halk medeniyeti, Uygur edebiyatı. Bu mu darvaz kızı mı? Kömürteseklerin yasa bu mu içildi? Böyle Haşim Kurban Tepe. Bu dervişlerin bizden fantazi kılan fantasma. Bu bronki bizdeki arxon yazıklar görmüşler. Bu eserler sadasıydı. Oturda töt koçunun otursa da derviş durdu. Derviş bana bu simvolü, günün simvolü. Bu krestka bu 50 bin yıl boğan bu simbol. Buna meyde belgisi. Buna meyde kırvatsız yer, ot, su, asman belgilerini töt bulunga hesap koydum. İyi bunu töt taraf, töt yeza, şimali, şarkı degen. Vay. Hayran kaldım da şu vay ma yıkıp kaldım şu üç kübler. Şu üç kübler vay neydi bunu Rams mı? Ama bizden yazılı şu üylerinin görünüşleri. Yezi üyeleri. Ha, yezi üyeler. Ana Kaşgar'dan kelip başka bir suretlerine bir bayağı dikkat ettim. 20'den eserlerini yasadım. Bayağı darvazlarını ana Kaşgar'ın koçları bir yaşaydın ki 20 maçtak darvaz yasaptım. Maçtak eserleriniz. Ki körgazım açtım. Kademi Kaşgar darvazlarıydı. Bunu bulsa erkek kuku öyle görünüşler. Yezdeki görünüşler işte bron maçtak. Atı buğularımız maçtak öyle. O Kaşgarlıklar da bir süretsizdim. Yaş şeyler. Onu Kaşgarlıklar yaman, tekabur. Bu boyunun baylığı. Başta can beklatkan Uygurlardan biri. Hürmetli televizor köyükçiler, şunun bilen bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık sanımızı görüşeyle.